Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Qaysizlar yaxshimisizlar? Men bu istoriyamni yangi podpishchiklarim uchun qo'yyapman. Menda ko'pchilik ko'chada ham yurganimda, kommentariyalarda hamma so'rayapti. Вообще o'zgarib ketibsiz. Nahotki bitta bir odam shu darajada o'zgartirishi mumkin. Men o'zim shokdaman va bu uchun doktor Muhsin akaga kattakon rahmat aytaman, chunki ko'chada o'tgan har bitta podpishchiklarim, kommentariyalardagi podpishchiklarim shunaqa kompliment qilishadi. Oldin katta negativ orqasidan men qattiq stressga tushganman. To'g'risi men boshqa konsultatsiyalarga borganimda menga qimmat aytishgan, slishkon qimmat, 4000, 5000 aytishgan. Men просто жалко ko'rganman, ko'nglim ham tortmagan. Doktor Muhsinda qildirganimdan keyin, даже men aytgani rezultatimdan ham zo'rini menga qilib berdilar. Men slishkon kichkina deganim, lekin o'zim yuzimga mos tushadigan burun qilib berdilar. Meniki qiyshuv bo'lgan, sложный operatsiya bo'lgan, lekin ko'rib turganingizdek, hozir вообще boshqa odamman. Pastda profillarni отметка qilib qoldiraman, bemalol yozinglar.